DXX inson organlari savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruhni fosh etdi. Xabarga ko'ra, Toshkent shahri va Toshkent, Farg'ona, Buxoro hamda Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi 12 nafar fuqarodan iborat jinoiy guruh ijtimoiy tarmoqlar orqali jinoyatlarni amalga oshirishgan. E'tiborli tomoni, DXX tomonidan bu jinoyat fosh bo'lgani keng tarqalmoqda. Biroq inson tana a'zolari savdosini keltirib chiqarayotgan asosiy omil nimada ekanligi haqida esa lom-mim deyilmayapti. Vaholanki, aziz va mukarram qilib yaratilgan inson tana a'zolari ustida savdo qilishdan ham xunukroq jinoyat bormi? Buning asl sababi bitta. U ham bo'lsa, bugungi kapitalistik tuzum. Inson o'ylab topayotgan yaroqsiz qonunlardir. Chunki kapitalistik tuzumda tibbiyotning rivoji ham faqat manfaatga qarab yo'naltiriladi. Inson tanasi a'zolarini ko'chirib o'tkazish tibbiyot yutuqlaridan sanalsa-da, biroq bugun undan ham qaysidir tomonlarning manfaatdor bo'lishi asosiy o'ringa qo'yilyapti. Shuning uchun transplantatsiya hozirda u qonuniy bo'ladimi yo noqonuniymi, anchayin katta biznesga aylanib ulgurdi. Bu biznesda umumiy hisobda yiliga 10 milliardlab dollarlar aylanadi. Bunda asosiy foydani monopolist farm kompaniyalar qo'lga kiritadi. Qolaversa, inson organlari norasmiy savdosining dunyo bo'yicha statistikasiga qarasak, bu holat ko'proq Nigeriya, Keniya, Somali, Gana kabi xalqi iqtisodiy qiyinchilikda kun kechirayotgan davlatlarda keng tarqalgani kuzatiladi. Soddaroq qilib aytganda, kambag'allar boylar uchun tana a'zosi yetkazib beruvchilari hisoblanadi. Afsuski, O'zbekistonda ham xuddi shunday manzara. Biroq hech kim o'z organini sotgan odamlardan nima uchun bunday qaltis ishga qo'l urganiga qiziqmaydi. Uning sabablari esa oddiy: iqtisodiy qiyinchilik va qarzlar. Bunday illat O'zbekistonda ham ko'payib borayotgani juda tashvishlanarli holat bo'lishiga qaramay, hukumat bunga jinoiy javobgarlikka tortish bilan chora ko'rgandek bo'lyapti xolos. Aslida birinchi navbatda buni keltirib chiqarayotgan sabablarni bartaraf etish ustida bosh qotirilishi lozim. Uning haqiqiy yechimi esa faqat islomdadir. Unga ko'ra, birinchidan, bunday amaliyot shar'iy hukmlar asosida to'g'ri tartibga solinadi. Ikkinchidan, odamlarning asosiy ehtiyojlari to'liq ta'minlanadi va qolgan kamoliy ehtiyojlarini ta'minlashlari uchun ham sharoitlar muhayyo qilib beriladi. Shuningdek, islomda barchaga yuqori darajadagi tibbiy xizmat ta'minlab beriladi va hech kimning tana a'zosini sotishdek ayanchli ahvolga tushib qolishiga yo'l qo'yilmaydi.